Assalomu alaykum hammaga. Bizda Xudo xolasi ishlarimiz avjida akalar. Istoriya qo'ya olmadik bugun. Ulgura olmadik. Xudo xolasi Gentra mashinasidan qoldik, katta bo'lgan mashinasini. Bu mashinamizni Xudo xolasi kompleksga olib qo'yganmiz. Kapot krilo bronlari, salonlari, barlari, rullari, chiqib patolog avtotikanlari, hamma chiqib nima Gentraga nima ish kerak bo'lsa, Optra Amerikankalari chiqib hamma narsasi bor. 12 mashina qoldik. Bu mashinamizga Xudo xolasi laboylariga bir chiroyli narsa tortib beryapmiz. Zo'r qoladi. Bu 12 mashinamizni Xudo xolasi kompleksga olib qo'yganmiz. Bu ham tonirovkalari krugovoy. 4 ta eshik yuz, orqa laboy 100, old laboy qora sonzashga bo'ladi. Ma'lum mashinamiz Xudo xolasi bityapti. Ozgina ish qoldi. Yig'ib olsak, diskasini olib kelib taqib olsak bo'ldi. Cobalt mashinamiz ham 90% bitdi.